odamlarni aybini qidirsa, odamlarning ichida buzg'unchilik sodir bo'lar ekan. Shunday insonlar birovlarni aybini qidirib yuradi. Hargiz insonlarni aybini qidirmaslik kerak. Aybini topib birovga yetkazaman demaslik kerak. Alloh uni aybini topib dedilar payg'ambar alayhisalom. O'zini uyida uni sharmandasini chiqarib qo'yadi deydilar Rasululloh. U birovni aybini axtarishni odat qilib olsa, olimlarimiz aytadilarki, u odam hammani aybini qidiradigan bo'lib qoladi. Va hamma insonda uni qalbida gumon paydo bo'lib qoladi. Va insonlarga uni qalbida yomon o'y fikrlar paydo bo'lib qoladi. Birovni poylash, uni aybini qidirishlik mana shunday gunohi azim deydilar ulamolarimiz. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birovni aybini axtarmang, siz odamlarni buzasiz.